Dunyodagi top 5 ta eng qimmat prezident saroylari. 5-o'rin Hindiston prezidenti Narendra Modi saroyi. Bahosi $330 million. Bu saroy 12 ta binodan tashkil topgan va yadroga qarshi xavfsizligi ham mavjud. 4-o'rinda AQSh prezidentlari yashaydigan Oq uy. Buning bahosi taxminan $400-500 million. 132 ta xona, kinoteatr va hattoki tennisli kortlar ham mavjud. Bu bino eng yuqori xavfsizlik bilan ta'minlangan. 3-o'rinda King Salman saroyi, Saudiya Arabistoni. Bahosi $500 million. 400 ta xona, xonalarning patologlari oltin bilan bezatilgan. Bu saroyda davlat qarorgohlari va shaxsiy masjid ham bor. 2-o'rin Rajab Tayyip Erdo'g'on, Oq saroy, Turkiya. Buning taxminiy bahosi $615 million. 1000 ta xona, xonalarning ichi ekologik yog'ochlar bilan bezatilgan. 1-o'rin Gelenjik saroyi, Vladimir Putinga tegishli. Bahosi $1,3 milliard. Bu saroy 68 gektardan tashkil topgan. Tasavvur qilishingiz uchun 100 ta futbol maydonidan ham katta saroy. Maxfiy tunnellar, teatr, spa markazi va ajablanarlisi vino zavodi ham bor. Qurilish va dizayn bo'yicha foydali ma'lumotlar sizga qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'ying.